Internetda ma'lumotlar ko'p. Ya'ni siz YouTube'da ham bu haqida ma'lumot o'qishingiz mumkin, Instagramdagi qaysidir influenserda ham bu ma'lumotni o'qishingiz mumkin. To'g'ri, birinchi marta Bilmaydi, ona birinchi bo'lsa marta yangi ona bilmaydi. bo'lsa, Ha? qo'rqmasdan aytamiz, ma'lumotlarimiz oxirgi isbotlangan, testlangan va eng yaxshi mutaxassislar tomonidan ishonchli manbalar asosida. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizning mehmoni MonPlus startap asoschisi Abdufattoh Abdurahmonov. Xush kelibsiz podkastimizga. Vaqt ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bugun siz bilan biz sizni startapingiz haqida gaplashamiz, кейslaringiz haqida va kelajakdagi rejalaringiz to'g'risida ham gaplashamiz. Avvalambor o'zingiz startapingiz haqida ozgina aytib bersangiz. Ismim Abdulfattoh, yoshim 27 da. MonPlus startapi onalar uchun, yosh onalar uchun va ayollar uchun platforma homiladorlik davridan boshlab o'sha o'zlarini salomatligini va bola salomatligini kuzatib, nazorat qilib, u haqida ma'lumot olib va savollarga yechim olish uchun va homiladorlik davridan keyin aynan bola parvarishi bo'yicha va ayollarni tug'ruqdan keyingi tiklanishi bo'yicha ma'lumot, yechim beradigan platforma. Sizni startap g'oyangiz qanaqa qilib tug'ilgan, qaysi muammolarni ko'rib, siz mana shu startapni yaratishga qaror qildingiz? Hop, MonPlus g'oyasi uylanganimdan keyin, aynan farzandli bo'lish jarayonlarida, undan keyingi davrdagi muammolardan kelib chiqqan. Ya'ni o'zimning muammolarimdan. Birinchi navbatda biz o'sha homiladorlik davrini kuzatganmiz. Asosan endi men ingliz tilini bilganim uchun ingliz tilidagi ilovalardan foydalanganman. Rus tilida ham bunaqa ilovalar bor, o'zbek tilida ham 1-2 ilovalar bor, lekin qanaqadir men o'zim xohlagan spektrda ma'lumotlarni ola olmaganman yoki muammolarga yechim ola olmaganman. O'zimni кейsimda-da. Va homiladorlik davri o'tdi, yaxshi o'tdi, birinchi farzandimiz tug'ildi va endi uni rivojlanishi haqida kuzatish boshladi. Ya'ni xuddi shu jarayon davom etdi. Endi 0-oyda qanaqa rivojlanadi, 1-oyda, 2-oyda, 3-oyda. Shunaqa tartibda ketaverdi. Ya'ni biz baribir til bilganimiz uchun shu ilovalardan foydalanib yana davom etardik. Keyin ikkinchi farzandimda aynan o'sha homiladorlik davri og'ir o'tgani uchun, ya'ni u yoqda muammolar sal ko'proq bo'lgani uchun va tug'ilish vaqtida ham, tug'ilgandan keyin ham bir qancha o'sha muammolarni ko'rib, keyin aynan bu narsani ichkaridan, ya'ni birinchi farzandim 32 hafta tug'ilgan va men o'zi 8 hafta deyarli mana shu tibbiyot sohasidagi bor narsalarni o'zim o'qib chiqqanman va o'zim shu tug'ruqxonada bo'lganim uchun boshqa, to есть onalar bilan va bo'layotgan muammolar bilan doktorlar bilan gaplashib o'tiraverardim. Ya'ni qanchalik erta tug'ruqlar ko'p yoki umuman qanaqa muammolar bo'lyapti hozir tug'ruq vaqtida, onalar o'zini qanaqa tutishini bilmaydi. Ya'ni nima muammolar bo'lishini, nimaga tug'ruqni ilk soatlari, umuman ilk kunlari muhim, ona o'sha yerda qanaqa bilimlarga ega bo'lish kerakligi haqida, to есть ma'lumot yetishmasligi, umuman doktor mutaxassislarni ya'ni bu javoblari va aynan o'zimizda bo'lgan holatlar bo'yicha. Aynan shu narsalar yig'ilib sekin asta shu hamma narsa bizda yaxshi o'tgandan keyin, aynan shu tug'ruqxonadan chiqqanimizdan keyin shu o'sha loyihani boshlash anaqasi paydo bo'lgan. Nimaga? To есть bu narsani birinchi navbatda endi o'zbek tilida qilish kerak emas. Ya'ni bizda 800 ming 1 million bola tug'iladi va umumiy tibbiy savodxonlik qanchalik darajada, ya'ni mavjud yoki mavjud emas. Aynan shu, ya'ni muammolar ustida boshlashga qaror qabul qilingan va shunaqa qilib sekin-asta boshlangan loyiha. Shunda siz bu loyihani pediatrlar bilan birga ham qilgansiz, to'g'rimi? Ha, hozir mana umumiy tibbiy jamoamiz bor. Tibbiy jamoamizda 10 dan ortiq O'zbekistondagi eng yaxshi mutaxassislar bor. U yoqda pediatrlar, ginekologlar, nevropatologlar, ona bola mutaxassislari atrofida yana kimlar kerak? Ya'ni bolalar massaji mutaxassisi, bolalar ovqatlantirish mutaxassisi, bolalarni quloq, burun, umuman lor mutaxassislari bor va bizda shunaqa tibbiy jamoa yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni ular O'zbekistondagi eng yaxshilari. Ya'ni u yoqda Doctor of Science'lar, deyarli hammasi PhD mutaxassislari va 15 yildan ko'proq tajribaga ega bo'lgan va deyarli hammasi ingliz tilini biladi. Ya'ni hammasi, ya'ni nafaqat o'zbek, rus, balki ingliz tilida ishlaydigan ishxonalarda ham shunaqa
ingliz tilida ishlashadi. Nimaga bu muhim biz uchun? Biza umumiy mana internetda ma'lumotlar ko'p. Ya'ni siz YouTube'da ham bu haqida ma'lumot o'qishingiz mumkin, Instagramdagi qaysidir influencerda ham bu ma'lumotni o'qishingiz mumkin. Hozir hamma o'zidagi shaxsiy tajribalarni ulashishadi yoki Shunaqa. o'zidagi shaxsiy muammolarga o'zlarining yechimlarini ulashishadi. Aynan bu narsalarga biza ya'ni boshqacharoq, ya'ni aynan o'sha savoliga yoki muammosiga top mutaxassislardan aniq isbotlangan tibbiyot asosida va o'sha Jahon sog'liqni tashkiloti, Amerika sog'liqni saqlash vazirligi, umuman 4 ta asosiy tashkilotda ma'lumotlardan foydalangan holatda qilganmiz. Ya'ni bu bizadagi doktorlar ingliz tilini bilishi biz uchun nimaga muhim ediki, biz doktorlar bilan ishlayotganda baribir tanlaymiz-ku. Aynan ular mana shu oxirgi isbotlangan tibbiyot asosidagi ma'lumotlarni bizga berishlari uchun yoki umuman yetkazishlari uchun onalarga. Va biza umumiy ma'lumotlarimizni shu tashkilotlar orqali shakllantiramiz. Bu umumiy ilovaga bo'lgan ishonchni oshiradi. Ya'ni hech kim ayta olmaydiki, bu ma'lumotni qayerdan oldinglar yoki umuman bu bo'lmagan gap deya olmaydi, chunki orqasida juda katta manbalar bor va har bitta aytilayotgan masalada juda ko'p yechim, ya'ni testlardan o'tib bo'lgan. Ya'ni bir qancha millionlab bolalarda bu narsa sinovdan o'tib bo'lgan. Shuning uchun shu narsa ishonch ustiga qurilgan va ishonchli ma'lumotlar ustiga qurilgan. Kerak bo'lsa, to есть bizadagi ma'lumotlarni o'qib boshqalarga gapirayotganda, yo'q, misol uchun Manplusda bunaqa aytilgan, chunki buni tagida biz har bitta narsani tagida referens beramiz. Qayerdan olganmiz bu informatsiyani yoki istochnik misollarni qasdi. Shunga bu narsalarni biz qo'rqmasdan aytamiz. Ma'lumotlarimiz oxirgi isbotlangan, testlangan va eng yaxshi mutaxassislar tomonidan ishonchli manbalar asosida aytiladi. Ya'ni sizlar bemalol uni eshitib, bemalol qilsanglar, aniq o'sha yechimni olasizlar. Shunda bu ilovadan hozir nechta odam foydalanyapti? Hozir mana ilova biza avgust 28-sida ishga tushirganmiz. U vaqtda bizda o'sha mana shu IT Park bilan yana boshqa o'sha Aloqa Bank, o'sha Aloqa Ventures va CS Angels bilan shartnomalar ketayotdi, ya'ni investitsion shartnomalar ketayotdi. O'sha vaqtda bizda umuman 0 user edi. 0 user edi. Keyin biz investment oldik, ilova ishga tushdi 28-da va hozirgacha 120 mingdan ortiq onalarni bir joyga jamladik. Va yana bitta qiziq statistika, biz 2025-yilda tug'ilgan bolalarning 7% bizning platformada ro'yxatdan o'tgan, ya'ni anaqasida. Ya'ni masalan, bu yoqqa olsa 6 oy muddatda biz hozir 120 mingdan ortiq onalarni o'sha bir joyga aniq qildik va 40 mingdan ortiq aktiv foydalanuvchilar, 6 mingdan ortiq kunlik foydalanuvchilar, ya'ni ilovada hozir mavjud. Bu ilovani ular o'sha App Store'lardan qidirib topishadimi yoki o'sha pediatr doktorlar orqalimi? Yo'q, biz hozir tibbiy qanaqadir mutaxassislar endi bilganlar tavsiya qilishi mumkin. Ya'ni biz qanaqadir ular bilan hali katta hamkorliklar yoki umuman aynan tibbiy mutaxassislar tavsiyasi orqali bo'lmagan. Biz asosan o'sha Instagramda, ya'ni Instagram, Telegram, YouTube'da bundan tashqari o'sha o'sha influencer blogerlar bilan bu narsani продвижение qilamiz. Ya'ni u yoqda ham asosan ilovani misol uchun biz ko'chirib oling emas, o'zi asosan misol uchun influencerlar o'zlarining tajribalarini ulashishadi. Onalar bu narsani ko'rib, keyin o'zlari kirib o'rnatib olishadi deylik. Eng oddiy holatda. Undan tashqari endi именно ilovani funksionallari ko'rsatilgan anaqalar bo'lishi mumkin. Lekin yana bitta qiziq anaqa bor. Bizda ilovani 40% organik, to есть ko'chirib olishgan. Google ga, Apple ga kirib, kimdandir eshitishgan deylik yoki kimdandir eshitib, ya'ni qidirib o'zlari topib o'rnatishgan yoki ko'rishgan. Umumiy 70% holatlarda onalar ilovalarni, to есть qidirib kirgandan keyin ilovani ko'chirib olishgan. Ya'ni bu umumiy Play Marketdagi, endi asosan bizda Android foydalanuvchilar juda ko'p. Play Marketdagi ko'chirib olishlar odatiy ko'chirib olishlarga qaraganda, to есть 2 barobar yuqori. Ya'ni ilovani ko'chirib olishi. Kirib, siz ko'rdingiz, o'rnatamanmi, yo'qmi? O'sha o'rnatishlar boshqa ilovalarga qaraganda 2 barobar yuqori. Ya'ni shunaqa qiziq statistikalar. Hozir ilovangiz ichida nechta bo'lim bor va qanaqa yo'nalishlar bo'yicha? Xo'p, hozir ilovamizda mana o'sha homiladorlik davridan boshlab aytayotganimdek bola parvarishi. Aynan o'sha
bir ayol deylik homilador ilovaga kirib, ya'ni ro'yxatdan o'tib, o'zlarini shu homiladorlik bo'yicha ma'lumotlarni 3 trimestr bo'yicha kuzatib borishsa bo'ladi. Undan tashqari, aynan homiladorlik davridan keyin u bola tug'iladi. Tug'ilgandan keyin ana endi biz yanada ko'proq ma'lumotlar ya'ni qo'shish orqali bolani platformaga qo'shsa bo'ladi. Bolani platformaga qo'shgandan keyin endi asosiy jarayon boshlanadi. Ya'ni birinchi navbatda biz bolani 0 oydan boshlab 6 yoshgacha qanaqa rivojlanishi kerakligi haqida ko'rsatamiz ma'lumotlar. Bu jismoniy rivojlanish qanaqa bo'lishi kerak, aqliy rivojlanish qanaqa bo'lishi kerak, ijtimoiy, emotsional va nutq rivojlanish qanaqa bo'lishi kerak va siz aynan o'sha rivojlanish etaplarida qanaqa yordam bera olasiz, qanaqa qilishingiz kerak. Misol uchun, ya'ni farzandingiz 0 oylik, farzandingiz hali ko'zlari bizani ko'zimizga qarab rangli ko'rmaydi. U dunyoni hali oq-qora ko'radi. Bu holatda siz oq-qora kartochkalar bilan bolangizni ko'zini, to есть ko'zlarini va ko'zlar orqali ma'lumotlar qabul qilishi uchun miyasini rivojlantirsa bo'ladi. 0 oydan boshlab, 0-kundan boshlab darslar haqida va bu yoqda biz o'sha primerlar qo'yganmiz qanaqa qilib. Ya'ni endi juda ko'p holatlarda hozir bizda mana kuzatamiz qanaqa ma'lumotlar onalarga qiziq bizda. Bolani o'sha aqliy rivojlanishi qiziq, ya'ni aqlli bo'lishni xohlashadi. Bu tabiiy narsa. Shuning uchun o'sha tomondan keldim. Aynan o'sha nima deydi? Aynan o'sha biz kartochkalarga primerlar qo'yganmiz. Qanaqa qilib siz ko'rsatishingiz mumkin yoki ko'rsatishingiz kerak. Undan tashqari o'sha jismoniy rivojlanish, aqliy rivojlanish, masalan, oyma-oy bo'yicha qachon emalash kerak, qachon o'tirish kerak, qachon turish kerak, qachon yurish kerak. Chunki har bitta rivojlanish etapi keyingi rivojlanish etapiga fundamentda. Ya'ni bitta rivojlanish bosqichida orqada qolishi, uni keyingi rivojlanish bosqichlarida orqada qolishiga sabab bo'ladi. Shu tomondan bu umumiy standartlar biz baribir oraliqlarni umumiy misol uchun oraliqlar bor. Ya'ni 3-oyda qilmasa 4-oy kuzating. 4-oyda ham normal anaqasida biz onalarni qo'rqitmaymiz, onalarga xotirjamlik beramiz. Chunki bizda juda ko'p holatlarda misol uchun bolangiz yaxshi rivojlanmayapti, yaxshi vес olmayapti, mani bolam yurib ketdi, sizniki hali yurmadi yoki manikin tishi chiqdi, deylik 4 ta, sizda hali bitta ham chiqmabdi. Ya'ni ba'zi narsalar bor juda normal. Lekin hammada har xil ham bo'ladi-da. Даже o'g'il bola, qiz bolada ham har xil bo'ladi. Misol uchun qizlar vaqtliroq yuradi. O'g'il bola sal orqaroqda yuradi. To есть 1-2 oy orqaroq yuradi. Shu tomondan bu narsalar biz shu narsalarni olish uchun bundan tashqari mana aynan vazn yig'ishda ham juda ko'p muammolar bor-da onalarda. Vazni kam, hamma ponchik bo'lib yurishni xohlaydi. Shuning uchun biz vazn bo'yicha alohida jadval qo'yganmiz. Bolangizni vaznini kiriting, normal emasmi aytamiz. Ya'ni bu ham bitta funksional bolalarning bo'yi, bosh o'lchami, ya'ni bosh o'lchami nimaga 6 oygacha kuzatishni biz ilovada qo'yganmiz. Aynan bizda vitamin D yetishmovchiligi bor va bolaning peshonasi chiqib ketmasligi uchun. Peshonasidan chiqib ketmasligi uchun har oy 6 oyda ular ko'riklarga borishadi. 1-oydan boshlab 6-oygacha har oy. Va o'sha ko'riklarda pediatr qanaqadir sonlar aytadi. O'sha sonlarni kiritib qo'ysa, normal emas, o'sha yerda ham ko'rib borsa bo'ladi. Aynan shu, ya'ni bazaviy birinchi o'sha bola haqidagi umumiy ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Undan keyin o'sha bolani biz simptomlarini qo'shganmiz. Mana 0-oydan boshlab o'sha 6 yoshgacha qanaqa simptomlar bo'ladi? Misol uchun 0-oyda bolada sariqlik bo'ladi. Birinchi o'sha tug'ilganda sarg'ayishi mumkin. Undan tashqari bolada har xil holatda deylik tikonlar chiqayotgan bo'lishi mumkin. Umuman birinchi marta hojat tikayotgan bo'lishi mumkin. Bir qancha ona agar tomonga o'tadigan bo'lsak, qanaqa qilib ona suti bilan oziqlantirish. Biz to'liqligicha o'sha qo'shimcha ovqatlantirishni o'rnini, ya'ni qo'shimcha ovqatlantirishni, to есть smeslar bilan ovqatlantirishni tavsiya qilmaymiz. Umuman bu o'sha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, UNICEF, umumiy bu marketing, bu yaqinda bitta katta ko'rsatuv chiqdi. Aynan bu narsa to'liqligicha qachon o'zi kirib kelgan bozorga smeslar. Aynan shu narsalarni ketkazish uchun biz ona sutini qanaqa ko'paytirish bo'yicha, to есть videolar qilganmiz. Va ular orqali ona sutiga bir qancha onalarni, to есть o'tishiga rag'batlantirganmiz. Va endi u tomondan bir qancha muammolar bo'ladi. Ona suti bilan oziqlantirayotganda, yana u muammolar bo'yicha ham alohida, ya'ni aniq yechimli videolar bo'lgan. Xuddi shunaqa 0-oydan boshlab ona bola xotirjam nima savoli bo'lsa kiradi, istasa video formatda javob bor, istasa bizda sun'iy intellekt chatbotimiz bor. Sun'iy intellekt chatbotimizda hozir 100 mingdan oshiq savol javoblar bo'lgan. Ya'ni onalar istalgan vaqtda 24 ga kirishadi, savollarni berishadi, javoblarni olishadi.
Bu o'sha mana ba'zi ketyapti. Undan tashqari o'sha vositalardan tashqari o'sha sun'iy, undan tashqari katta kutubxonamiz bor. Hozir bizda 300 tadan oshiq o'zbek tilida aynan 15 ta mutaxassis tomonidan tayyorlangan videolar bor. Bu aytayotgandek faqatgina pediatrlar emas, mana nevropatologlar bilan darslarimiz bor. Bolani tonuslari bo'yicha, katta bolada ras, autizm mana hozir ko'paygan. Undan tashqari bolani uy sharoitida qanaqa qilib burnini, qulog'ini tozalash bo'yicha, mana hozir cho'miltirish bo'yicha video qilamiz. Bu ham juda ko'p onalarning savollariga qarabdi. To'g'ri, birinchi marta bilmaydi, birinchi marta yangi ona bo'lsa, misol uchun mana biz ham alohida turganmizda. Ya'ni o'zi deylik sizlar umumiy holatda qaynona qaynota yoki bobo buvilar bilan turganda ular ko'rsatib berishadi bu narsani. Yoki birinchi cho'miltirib berishadi-da. Biz bilmaganmiz u narsani. U juda 2 kilo 500 umuman juda kichkina, uni siz qo'rqasiz даже teyishga boshida. Men ko'tara olmaganman ham. O'shanga bu narsalar asosan bizda hozir yosh birinchi marta ona bo'layotganlar-da, auditoriya birinchi marta ona bo'layotganlar. 95% bolamiz 12 oygacha-da. Ya'ni eng katta bolamiz ham o'sha 12 oygacha. O'shanga bularga o'sha aynan chatdagi savollarni analiz qilamiz. Misollar berishyapti qanaqa. Shu savollardan kelib chiqib konsultatsiyalar kelib chiqdi. Mana ozgina oldin gaplashdik. Ya'ni onalarga to'liq mana shifokorlar bilan gaplashmoqchi endi yoki mana viloyatlardan har doim ham Toshkentga kelisha olmaydi bolasini ko'rsatish uchun. Ya'ni o'zi mana baribir hamma xohlaydi. Endi Toshkent markaz bo'lgani uchun juda ko'p doktorlar, xususiy klinikalar, umuman tibbiy soha ancha rivojlanganda va qanaqadir vaqtlarda endi umumiy bu statistika qanaqa bor yoki yo'q, bir yilda viloyatlardan 600 mingga yaqin ona Toshkentga aynan bir martalik ko'rik uchun kelishar ekan. Aynan shu narsalarni oldini olish uchun, to есть yechim berish uchun biz hozir onlayn konsultatsiya doktorlar bilan qo'yamiz. Aynan bu ham mana o'sha savollardan, onalarning anaqalaridan, muammolaridan kelib chiqib. Asosan shunaqa o'sha hozir 300 tadan oshiq video kontentlarimiz bor va hozir mana bolalarning yoshi endi oshib borayotgani uchun bizda 16 oydan boshlab 16 oydan 30 oygacha bolalarni autizm tekshiruvini qo'shdik. Ya'ni ilovaga kirishadi. Bizda o'sha nevropatologlar tomonidan klinik testlardan o'tgan va nevropatologlar o'zi o'sha shug'ullanadigan, ishlatadigan va bu umuman Yevropada to'g'ri qabul qilingan, Amerikalarda o'sha test orqali bolasini rivojlanishda orqada qolyapti yoki yo'q bilib olsa bo'ladi 95% gacha. Bu ham o'zini xotirjam qilish uchun va 50% gacha autizm bor yoki yo'qligini onlayn test orqali bilsa bo'ladi. Autizmni ham 3 yoshgacha bilsa bo'ladi. 16 oydan 30 oygacha birinchi etapi. Keyin уже biz hozir mana anaqa test pozitiv chiqadigan bo'lsa, ya'ni bor degan ehtimol bo'ladigan bo'lsa, biz ularni kerakli mutaxassislarga yo'naltiramiz. Ya'ni ilonni o'zini ichida testdan keyin agar shunaqa javob bo'ladigan bo'lsa, endi mutaxassislarga yo'naltirishga harakat qilamiz. To'liqligicha, chunki mutaxassis klinik ushab ko'rgan holatda, yana ona bilan chuqurroq intervyu olib borgan holatda bolaga 100% tashxis qo'yiladi. Keyin shundan keyin yechim beriladi. Qanaqa qilib bu narsani aniq qilish bo'yicha, yechish bo'yicha. Asosan shunaqa bir qancha vositalar. Undan tashqari sun'iy intellekt bilan biz hozir onalar o'zlarini mana bir qancha analizlar topshirishadi. Homiladorlikda umuman bola tug'ilgandan keyin o'sha analizlarni qo'shib borishsa bo'ladi, yig'ib borishsa bo'ladi va analizlarni o'zbek tilida tushunarli holatda u yoqdagi sonlar nimaligini tushunishsa bo'ladi. Расшифровка bo'ladi, to'g'rimi? Anketasi bo'ladi. Anketasi medkartatsiya ham bo'ladi. Onalar o'sha o'zlarini analizlarini qo'shadi. Qo'shgandan keyin o'sha analiz har xil sonlar turgan bo'ladi deylik, umumiy qon analizini topshirganda bolada temir moddasi yetishyaptimi, yetishmayaptimi, endi u sonlarni tushunishmaydi. Ilovani o'zi tushuntirib beradi unga umumiy nima holatlar bor, nima normal, yes, shunaqa. Ya'ni nimalar bor, nimalar yo'q. Aynan shu narsa ham o'sha yaqinda qo'shdik va juda ko'p onalar foydalanishyapti. Onalar uchun kundaliklar. Shunda bu analizlarni masalan deylik, men bitta klinikaga borib analiz topshirdim, keyin uni PDF formatini sizlarga yuklayman, uni o'zi analiz qilib beradi doktor o'rniga. Xuddi qanchalik to'g'ri qilib beradi? Yo'q, u yoqdagi sonlar to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Ya'ni laboratoriya sizga boshqa odam analizini bermagan bo'lsa, ya'ni o'zingiz analiz bo'lsa, o'sha sonlarni sizga tushuntirib beradi, nima degani va o'zi baribir u analizni siz o'zingizdan o'zingiz topshirib, baribir doktorga borasiz. Ko'pchilik holatlarda bir haftadan keyin yoki 3 kundan keyin borsangiz, nima yozilganini onalar qiziqadi.
Shu holatda to есть biz bilib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari siz analizlaringizni bitta joyda yig'ib borsangiz bo'ladi. Va aynan ilovaning ichidan doktorga ulashsangiz bo'ladi. Ha. Ya'ni kimdadir Telegram botda bo'ladi. Hozir juda ko'p Qog'oz olib holatlar yurmaydi-da. qog'oz olib yurmaydi-da. Ha, Shunaqa ha. narsalar bo'lmaydi. To'liqligicha Zo'r shunaqa ekan. bo'ladi. Bu yana nimaga yaxshi? Chunki mana biza ham pediatrimizga yoki men ham o'zimni doktorimga borsam 1 oy oldin zapis qilib qo'yaman-da. Menga срочно kerak-da buni Shunaqa. bilish, o'zim xotirjam yurishim Shunaqa, uchun-da. shunaqa. Botga yuklayman, botda уже сразу chiqib kelar ekan. Shunaqa. Siz hozir aytib ketganingizdek, bolalarni bosqichi bo'yicha, men, например, 0 oylikdan 12 oyligicha deyapsiz. Uni orasida bola prekorm joyi ham bor. Prekorm vaziti degan joyi deyiladi-ku. Bu 6 oydan yoki 4 Shunaqa. oydan boshlash kerak 6 deyishadi. 6 oydan o'zi. O'sha narsalar ham yozilganmi? Qanaqa qilib birinchi nima berish kerak, qanaqa ovush berish kerak, shular ham Hammasi yozilganmi? bor. Hammasi bor. Ya'ni bolalar o'sha prekorm konsultanti tomonidan u yoqda aynan qanaqa qilib boshlash kerak, nimalarni berib boshlash kerak, qanaqa o'rgatish kerak, bola ovqatni rad etsa nima qilish kerak misol uchun. Aynan to'liqligicha bu ya'ni video formatida yozilgan, ya'ni tushuntirib berilgan bular. Qanaqa holatda berish kerak, qaynatish kerak yoki Da, parda, hammasi, shular ham hammasi, yozilganmi? hammasi. Nimalarni berish mumkin, nimalarni berish mumkin emas, nimadan boshlash kerak, nimalarni qachon boshlash kerak. Mana bor bizada mana 6-oyda nima berish kerak, 7-8da nima bersa bo'ladi, 9-10da nima berish kerak misol uchun. Shunaqa qilib, qanaqa qilib bolaga qo'shimcha ovqatni sekin kiritib olsa bo'ladi. Umumiy o'sha kundalik hayotiga. Bu ilovalar juda ham yordam berar ekan. Shunaqa ayollarga, masalan, meni bitta tanishim homilador bo'lganidan keyin ular doktorga bormaganlar-da. Ular o'zlari meditsinskiy universitetni bitirganlar, ular o'ylaganlar, что menga doktorga borish shart emas, men hamma narsani bilaman deganlar-da. 9 oy o'zlari faqat o'ziga borib yurdilar-da. Ko'rikliga unaqa borib yurmadilar-da. Hatto borib yurish kerak deb o'ylayman. Birinchi homiladorlik bo'lsa ham kerak-ku gрамотно anaqa qilish. Lekin сохранение hech narsaga tushmadilar. Lekin shunda ham baribir mana shunaqa ilovalar yonlarida bo'lsa ham yaxshi bo'lar ekanda, qanaqadir savol tug'ilib qolsa-da. Shunaqa. Shunda ular doktorga bormaganlar-da. Men nima demoqchiman, ularga shunaqa ilovalar yonlarida tursa yaxshi bo'ladi. O'zlariga agar ishongan bo'lsalar, baribir savollar chiqadi-ku Shunaqa qanaqadir. xotirjamroq bo'ladi. Lekin misol uchun hozir baribir ular endi bilimlari qanaqa darajalilarini bilmayman. Lekin baribir misol uchun ma'lumot o'rnida ham ko'rib qo'ysalar bo'ladi, konsultatsiyaga borgandan ko'ra shu tomondan yordam berish mumkin. Misol uchun nimaga mana homiladorlik davri baribir eng muhim davrda. Onaning ovqatlanishi, to'g'ri ovqatlanishi, undan tashqari to'g'ri vitaminlarni qabul qilishi to'g'ri trimestrlarda. Ya'ni misol uchun mana biz homiladorlikdan oldin ham hozir mana ma'lumotlar tayyorlab berib boramiz. Folio kislota ichib borsa bo'ladi. Misol uchun homiladorlikka tayyorlanishda ham ichsa bo'ladi bu narsani. 12-haftagacha ichib yursa bo'ladi. Bu aytayotganlarim men aytmayman. Ya'ni mutaxassis ginekologlar bilan qilayotgan ishlarimiz biz просто shu narsani bilganim uchun. Undan tashqari birinchi trimestrda misol uchun ichish kerak bo'ladigan yod bor misol uchun. Bolaning aqliy rivojlanishiga, aynan o'sha homilaning aqliy rivojlanishiga juda katta ta'sir qiladi. Undan tashqari vitamin D ichib borsa bo'ladi. Keyin o'sha trimestrlar bo'yicha tushuntirib berishgan, ya'ni omega ichish mumkin. Agarda yetishmasa misol uchun. U ham chunki har oy analiz topshiradi ona. O'sha analizlarga topshirib o'zlari, misol uchun baribir ko'rikli deganda mana topshiriladigan analizlar bor. Birinchi marta o'sha birinchi oyda 10 ta, undan keyin 3 ta. Ko'p emas anaqasida. Ya'ni doimiy baribir onani misol uchun qoni quyilib ketishi kerak emas misol uchun. Baribir bu narsa katta ta'sir qiladi. U narsalarni o'zlari tushunib kuzatib borsalar ham bunga biz nima ichsa bo'ladi? Deylik, temirlari kamroq chiqdi yoki umuman o'sha yod yoki vitamin D ga topshirdilar. Aynan bu narsalar bilan to'liqligicha bolani rivojlanishiga juda katta yordam beradi. Chunki agar ovqatlanishlari bu darajada bo'lmasa, baribir qo'shimcha yordam kerak-da. Chunki bunaqa tipda ovqatlanish uchun nafaqat doktor, bu yerda nutritsiolog ham bo'lish kerak-da. Hisoblashlari kerak, aniq misol uchun nima kerakligini bilishlari kerak. Buning uchun bola uchun alohida plan ishlab chiqishlari kerak. O'shanga bu yoqda juda katta qo'shimcha bo'ladi ularga va bu yoqda undan tashqari masalan
ichish mumkin bo'lmagan dorilar ham bor. Ya'ni ularni ham ro'yxati bor. Ya'ni o'sha isitmasi chiqib qoldi, misol uchun nima bo'ladi? Trimestrlar bo'yicha, misol uchun ba'zi dorilar 3-trimestrda mumkin, birda mumkin emas. Chunki hali bola endi shakllanayotgan bo'ladi yoki tinchlantiruvchi dorilar, misol uchun tinchlantiruvchi dorilar umuman mumkin emas. Deylik, magniy taklif qilishadi uni o'rniga. Yoki jig'ildon qaynashi, burun bitishi, juda ko'p, ya'ni masalalar bo'ladi. Baribir misol uchun burunga sepiladigan vositalar ham qaysidir o'sha trimestrlarda taqiqlangan. Shu narsalarni ham to'liq o'zi bilib oladilar, xotirjam bo'ladilar va aynan bunaqa bilimli odam har qayerda konsultatsiyaga bormasdan o'zlari borib analizlarni ham tushunadilar. Analizlarni to'liqroq tushunmoqchi bo'lsalar, misol uchun yuklab, yana batafsil olib, keyin o'zlari treatment, ya'ni yechim ham qilsalar bo'ladi. Shunda sizlarda ro'yxat bor. Nima video ham bor alohida, ro'yxat ham bor alohida. Shunda bu konsultatsiyalar siz hozir aytib ketdingiz, doktorlar ham bizda hozir konsultatsiya berishyapti dedingiz onlayn. Bu shunda sizlarda pulli podpiska olsa shunaqa bo'ladimi yoki bepul podpiskada ham shunaqami? Bu yoqda mana o'zi aytib o'tishimiz kerak, ilovamiz bizada pulli, ya'ni premium podpiska mavjud, bepul varianti ham mavjud, ya'ni freemium ham mavjud. Va endi tabiiy, misol uchun ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin. Siz misol uchun kuniga 2-3 ta savol bera olishingiz mumkin, lekin premiumga o'tsangiz ko'proq savol bera olasiz AIga. Bizada bitta ona bir oyda 278 ta savol bergan. Biz endi ko'ra olamiz qancha savol berishadi, nima. Eng kami o'rtacha 25 ta 30 ta savol berishadi. Eng kami degan nijanaqa average bu 50 bilan 100 atrofida, misol uchun. Qarang, qanaqa polezniy ya'ni ilovaligini. Shunga biz o'sha eng kattasini olganimiz shunaqa chiqqan. Demoqchiman, juda ko'p savollar bor. O'sha tomondan deylik premiumga o'tsa, bu ba'zi cheklovlar yechiladi. Misol uchun videolarimiz biza aynan juda ko'plari va simptomlarga qaratilganlari o'sha premium podpiskada va instrumentlarimiz, misol uchun o'sha autizm tekshiruvi yoki umuman analizlar hozir bizda ya'ni bepul tarifda mavjud. Rivojlanish kuzatish, undan tashqari biz kundalik mashg'ulotlar beramiz bolalarga. Har haftalik biz ishlab chiqamiz, 4-kundan boshlab kundalik mashg'ulotlar beradi. Kundalik mashg'ulotlar degani deylik oddiy cho'miltirish ham biz uchun kundalik mashg'ulot. Ya'ni bolani har kuni cho'miltirish, agar endi sharoit to'g'ri kelsa, ya'ni bola shamollab qolishi boshqa qilib bo'lmasa, bu ham bitta mashg'ulot, juda yaxshi mashg'ulot, bolani chiniqtirishi va yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Xuddi shunaqa har hafta 5 ta mashg'ulot beramiz. Bu narsani ishlab keyingi hafta yana boshqa mashg'ulotlarni olishsa bo'ladi. Bular hammasi bepul anaqada. Undan tashqari 200 dan ortiq bolani uy sharoitida rivojlantiruvchi o'yinlarimiz bor. Shu bu ham xuddi shunaqa 0-oydan boshlab 6 yoshgacha hammasi to'liq instruksiya bilan yozilgan. Bular hammasi bepulda, pullilarda ba'zi mana shunaqa cheklovlar bor. Endi konsultatsiyalar masalasida, konsultatsiya hozir bizda testlayapmiz. Bu testda faqat ilovani ichida emas, ya'ni ilovani ichida siz hozir doktorlarning ro'yxatini ko'rib, agar bu intervyuimiz deylik, agar hozir martda o'tgan bo'lsak, bilmayman qachon chiqadi, balki ilovaning ichiga ham qo'shilgan bo'lar. Endi sanasini aniq qilmaymiz. Biz hozir reja qilamiz mart oxiriga ilovaning ichiga qo'shishga. Hozircha ilovaning ichiga qo'shmasdan turib, o'zimizning auditoriyada ya'ni doktorlarga shu konsultatsiyalarni testlab MVP qilib qo'yib beryapmiz. Endi bu narsalar bizning o'sha sonlarimiz o'sha o'zimiz kutganligiga o'sha yetishi bilan, umuman protsessni tushunib olishimiz bilan, nima o'sha bu yerda muammolar bor, konsultatsiyaga kelmay qolishi yoki umuman konsultatsiyadan keyingi jarayonlar bor. Misol uchun konsultatsiyada analiz yozdilar, endi uni keyingi konsultatsiya yana sotib olish kerakmi yoki yo'qmi? Shu hamma keyslarni hozir yig'ib, to'g'irlab, keyin ilovaning ichiga qo'shamiz. Hozir bu narsalarni ruchnoy MVP qilib testlayapmiz, startup baribir mindsetda. Keyin ilovaning ichiga qo'shib, xudo xolasa biz o'ylayotgan narsa ilovaning ichiga siz kirib, o'ziga kerakli mutaxassisni, u yoqda ham aniq filtrlarimiz bor. Ya'ni u biz aytishimiz mumkin, doktorlar uchun marketplace emas, ya'ni doktorlarning marketplace emas. Biz u yoqda aynan isbotlangan meditsina bo'yicha eng yaxshi mutaxassislarni, ya'ni O'zbekiston bo'yicha qo'yamiz va ulardan siz o'sha onlayn yoki offlayn konsultatsiyalarni olsangiz ham bo'ladi, offlayn bronирование ham bo'ladi. Asosan shunaqa, bular alohida xizmat, ya'ni doktorlar, to есть shifokorlar konsultatsiya o'zligi narxlari bor, hammada har xil. Siz o'sha konsultatsiya narxini to'lab bemalol aniq qilsangiz bo'ladi. Narxlar necha puldan boshlanadi o'tda? Hozir biz o'ylayapmiz, konsultatsiya narxlari примерно 200 mingdan. Bu yog'i doktorlar, to есть tajribasi va o'zi qo'yayotgan narx, ya'ni doktorlar o'zlari narx qo'yishadi. Biz u narxi ustiga narx qo'ymaymiz. Shifokorlarni onlayn konsultatsiya yoki offlayn konsultatsiya narxlari, offlayn konsultatsiya narxlari bu klinikadagi narx bo'ladi, lekin onlayn konsultatsiya narxlari
shifokorlarni o'zlari qo'yishadi, chunki bu ishdan tashqari, ya'ni klinika vaqtida emas, asosan kechqurun ularni qaysidir oilalarini vaqtlarini misol uchun ozgina qisqartirib, o'zlari qo'yib biz uchun qilib berayotgan va umuman onalar uchun qilib berayotgan imkoniyat. Chunki shu aytayotganingizdek ba'zi mutaxassislarda klinikaga umuman muammo bo'lishi mumkin, lekin ular tayyor qanaqadir onlayn konsultatsiyasi bo'lsa ham olishga. Onlayn konsultatsiyalar biroz o'sha klinikadan farq qilishi mumkin. O'rtacha 200 mingdan mutaxassisi, to есть boshlanadi narxlar. Bu ilovangiz menga nimasi yoqdi? Hozirgi qizlar yoki yosh oilalar maslahatni qo'shnisidan olmaydi-da, o'rtoqlaridan-da. Shunday ilovaga kirib, уже professionalniy opitni doktorlardan olsa bo'ladi. O'rtoqlar ham hali farzand bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki masalan deylik, ota-onasi yoki xolalari, ammalari baribir ham eskicha anaqa metodikalar bilan nimadirlar qilishgan. Hozir shuncha hamma narsa rivojlanib ketyapti-da. Hozir siz bilan biz blitz-oпрос o'tkazamiz. U blitz-oproslarga siz bo'lgan yoki bo'lmagan deb javob berishingiz kerak. Startapingizni ishga tushirgansiz, lekin u qanday daromad keltirishini to'liq tushunmagansiz. Bo'lgan. Deyarli amalga oshirib bo'lmaydigan muddatlarni bilmagan holda va'da qilgansiz. Bu masalan siz startapingizda shifokorlarga deylik, hozir mana onlayn konsultatsiya deyapsiz-da, bitta biz dekabrda boshlamoqchi edik. Ya'ni bo'lgan, biz ancha oldin chiqib qo'yganmiz, lekin o'sha har xil proseslar bilan cho'zilib ketgan. Ular endi unda bo'lgan, kutib qo'ygan. Loyiha ustida oylar davomida tunlar va dam olish kunlarsiz ishlagansiz. Yo'q, bo'lgan, tabiiy. Hali ham. Muammo marketingda deb o'ylagansiz, lekin muammo mahsulotingizda bo'lgan. Bo'lgan. O'zingizni boshqa startaplar bilan solishtirganmisiz? Albatta, bo'lganmi? Hozir sizga yakuniy savolimizni beramiz. IT Park Ventures va Aloqa Ventures orqali investitsiya jalb qilgansiz. Shu investitsiyani jalb qilgandan keyin siz qaysi yo'nalishlaringizni rivojlantirgansiz? Xo'p, bizda o'sha investitsiya jarayoni sentyabrda bo'lgan, avgust-sentyabr oylarida bo'lgan to'liq. Va aytayotganimdek, u vaqtda biz hali ilovani ishga tushirmagandik. Ilovani umumiy g'oyasi bor, ilovani o'zi ham bor. Ilova tekshiruvlar edi, chunki tibbiy ilova bo'lgani uchun Apple va Google'da bir qancha talablar bor. Aynan ilovani chiqarishda. Xo'p, aynan shu talablar ham asli 2 oydan ko'p vaqt olgan bizda. Iyunlarda tayyor bo'lgan o'zi ilova. Xo'p, investitsiya o'sha olganimizdan keyin biz to'liqligicha juda katta jamoa yig'dik. Aytayotganimdek, tibbiy jamoamiz o'zi 2 kishi bo'lsa, hozir 15 kishi. Undan tashqari, endi ular full time bizda shtatda o'tirmaydi. Tabiiy ularning hammasini o'zlarining ishlari bor, lekin biz ular bilan kelishib, o'sha kerakli biz ma'lumotlarni tekshirtirishimiz mumkin, turli xil o'sha qo'llanmalar ishlab chiqishimiz mumkin yoki video syomkalar bo'lishi mumkin, aynan video ma'lumotlar berish mumkin. Shularda bemalol hamkorlik qila olamiz. Bundan tashqari, aynan umuman o'sha marketing jamoani shakllantirdik. Alohida ilovamiz ichida kontent va tibbiy ma'lumotlar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar paydo bo'ldi. Aynan o'sha jamoani to'liqligicha kattalashtirdik, dasturchilarimiz ko'paydi. Va bundan tashqari albatta marketingga biz aynan urg'u berib, ya'ni sarflay oldik. O'sha belgilangan, ya'ni olingan investitsiyani. 5 yildan keyin OnePlus loyihasini siz qanday ko'ryapsiz? Umumiy baribir endi ko'rishlar bo'ladi. Ya'ni juda orzu emas. Agarda misol uchun o'ylagan ishlaringiz amalga oshib, hammasi yaxshi bo'lsa, biz umuman qanaqa ko'ramiz? Biz o'zi mana yil oxirigacha qo'ygan rejamizda OnePlus O'zbekistondagi eng ishonchli birinchi raqamli onlayn ilovasi bo'ladi va 500 mingdan ortiq ona foydalanishini reja qo'yamiz. Xo'p, 5 yil umumiy skopda oladigan bo'lsak, biz o'zi o'sha umuman keyingi yillarda Markaziy Osiyoga qarab rivojlanish va Markaziy Osiyoda umumiy 1 yilda 2 milliondan ortiq bola tug'iladi. Umuman o'sha onalarni umuman yangi tug'ilishlar soni ko'p, lekin ularning asosan 40% dan ko'p O'zbekistonda bo'lgani uchun O'zbekistondan boshladik. Baribir o'zimiz ham O'zbekistondan bo'lgani uchun, o'zbek tilida lokal kontent bo'lmagani uchun. Va xuddi shunaqa tartibda biz 5 yil ichida ham umumiy maqsadlarda Markaziy Osiyodagi eng ishonchli 5 milliondan ko'p onalar ishlatadigan ilova bo'lish anaqasi.
Podkastimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Juda ham foydali podkast bo'ldi. Bugungi podkastimizda ayniqsa yosh onalar uchun OnePlus startapiga ham biz omad tilaymiz. Xudo xolasa yana katta yutuqlarga ega bo'lib yuringlar. Rahmat kattakon. Bugungi podkastimizning mehmoni OnePlus startap asoschisi Abdufattoh Abdurahmonov bo'ldilar. Keyingi podkastimizda qaysi startap asoschisini chaqirishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiring. Izoh. Mayli. Okay.